Hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda men Zervix.uz. Bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugun biz Vijvanya qilamiz va keyingi qismlarda men o'zimning akalarimni taklif qilaman va ular bilan birga ulanib o'ynaymiz. Xo'p, mening bir akam ham bor, ular ham blogerlar. Kanallarida bir dona video bor xolos. Nova Gaming nomlari keyingi qismlarda o'zlari chiqadilar. Agar videoga like bosib kanalga obuna bo'lgan bo'lsangiz, videoyamizni boshladik. Xo'p, bizga topshiriq beryapti Minecraft. Yuramiz va sen blok sindir deyapti. Chopamiz. Daraxt chopamiz va yana daraxt chopib tashlaymiz. Kommentariy yozing iltimos. Kommentlaringiz men uchun juda ham qiziq. Kommentariy yozsangiz, o'sha kommentariyadagi ishlaringizni qilib ko'raman. Masalan, olmos topish yoki izimrod yoki enchanting qiling desangiz, aslahalaringizni agar aslahagacha bora olsak. Xo'p. Bunday qilamiz. Va mana shu yerga tekis uyqu o'rayaraymi deyapman-da. Do'stlar, yomon chiroyli joylar ekan. Mana shuni tozalab uyqu o'rsam chiroyli chiqadi. Hop, yoqasam tozalashni boshladik. Qishloqda uy qurmaysizmi desangizlar, yo'q, biz qishloqdan narsa olmoqchi emasmiz. O'zimiz kuchayamiz. Meni qo'llab-quvvatlanglar do'stlar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lsangiz, menga motivatsiya bo'ladi. Shu motivatsiyangiz orqali yangi videolar ko'proq chiqadi. Videoga ko'proq like bo'lsa, yangi videolar ham shunchalik ko'p bo'ladi. Shu videoga atigi 20 dona like bo'lsa, keyingi qism aniq chiqadi. Bugun chiqishi mumkin yoki hozirning o'zida chiqarib qo'yishim mumkin yoki ertaga yoki endinga. Hop, yo 3-qismda yo 2-qismda aniq akalarimni taklif qilaman. Bitta yo ikkita kelishari mumkin. Chunki akalarim ham bo'sh o'tiradigan odamlar emas. Ular ham ishga borishadi, o'qishga borishadi. Shunaqa gaplarda do'stlar. Aytgancha, men Java Minecraft ko'proq o'ynayman, Bedrock emas. Buni videoyimni ko'radiganlar biladi. Nimaligini o'zim ham bilmayman do'stlar, qizig'ini aytsam. Hop, bularni sindiramiz. Aytgancha, har bir videoyim yoki 9 minut yoki 11 minut yoki 12 minut. Chunki agar 15 minutdan ko'proq qo'yadigan bo'lsam, YouTube 15 minutdan ko'p video qo'yishingiz uchun xullas elektron pochta so'rayapti. Elektron pochta aytishim kerak. Keyin esa 15 minutdan ko'proq videolar sizlarga qo'yaman. Mayli, harakat qilaman. Mana bu yerda shakar qamishlar bor ekan, ketdim hozir olib kelaman. Hop. Olamiz. Hop. Как раз bu yerda kattakan daraxtlarning ko'chati bor, ya'ni ana bunaqa jigar emas, qanaqadir daraxtlar bor. Ya'ni tayga biomi. Uzun nom esimdan chiqib qolibdi. Va bu yerga uni, ya'ni shakar qamishini ekamiz va всё. Bo'ldi do'stlar. Hop, endi esa mana bu yerlardan o'qiradigan bo'lsak, mana bu yerlardan esa bemalol shaxt ochishimiz mumkin. Mana bunday ochamgina bax. Dengizu mayli, hech narsa qilmaydi. Nimaga men qo'lda ochaman? Lopatkam bor-ku axir. Dеревянный.
Деревянную лопаткамбо. Hop. Diarit mi, andezit mi topol mu? Ana oq. Hop, hozircha biz toshga olamiz. Mana ana qizili. Hop, bu yerda hozircha biz faqat toshga olamiz. Hop, videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar, iltimos sizlardan. Shu videoga yana bir bor aytyapman, shu videoga atigi 20 dona like bo'lsa, men keyingi qismni chiqarishim mumkin yoki 15 ta yoki 10 ta like bo'lsa ham bo'laveradi. Vap. Yap. Hop, bizga birinchi qilinch va bolta. Kirka, lopatka, motiga, pechka kerak bo'ladi. Shu qismda uy qurmayman, chunki men o'zimni akalarim bilan uy quramiz. Hop. Mana bu yerdan hozir daraxt olib olsam, keyingi qismda nimalar qurishimni yoki ferma qurishimni yozib qoldim. Hozirchalikka biz ovqat ferma quramiz. Ekin-tukun. Ekinlar fermasi. Endi atigi 2 ta urug' bor. Hozir bu qismda biz faqat ovqat bilan shug'ullanamiz. Salom mol. Sen bilan tanishganimdan xursandman. Xayr mol. Yoshlar. Axir ana bu yerda cho'chqa turibdi. Cho'chqa go'shti harom. Yemaymiz u cho'chqa go'shtini biz. Qanaqadir jigarrang narsalar. Mana bu yerda shaxtami? Yo'q, suvli ko'lmak. Olamiz. Tushmayapti-ku urug'lar. Tekis joy topsa, o'sha yerda urug'lar ko'pgina bo'ladi do'stlar. Sheep. Mana bu yerdan tushdi. Yana. Nima yana deyotgan bo'lsangiz, urug' bizga ko'proq kerak. Sindiramiz. 5 dona urug' tushdi. Mana bu yerda ham bor ekan. Bular urug' emas. Inventarni ochamiz va mana bu keraksiz narsalarni tashlab yuboramiz. Qachqon tushyapti, demak bu video ham tugayapti. Hop. Pastga tushamiz va 2 ta sunduq yasab olamiz do'stlar. Hozir men motigamni olaman va urug'larni ekaman. Sanduqlarni qo'yib olamiz va urug'larni ekib qo'yamiz. Hop. Sizlar bilan men Zervix bo'ldim. Bugungi video tugadi. Kanalga obuna bo'lib, bu videoga like bosib qo'yinglar. Sizlar bilan bugunchalik Zervix.